Assalomu alaykum. Hozir ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam tashqi devorlardagi karkas orasiga to'ldiruvchi sifatida ishlatiladigan, uchastka qilib ishlatiladigan devorlar qanaqa bo'ladi? Bu devorlar kolonna rigellar orasida 2 santimetr joy qoldirib teriladi и fahverniy stoykalar bilan qotiriladi. Mana hozir o'sha bitta rasmda sizlarga o'shani tushuntirib bermoqchiman. Mana bu yerda qarasanglar, rigelga fahverniy stoykani zashiveni qilib qotirib tashlashgan. Keyin bunga hozir kelib bu yoqdan devor olib kelib turib devor terishadi. Devor shunda общий baribir karkas bilan birga ishlayapti-da. Karkas seysmika bo'lganda отдельно ishlanib bitta ishlayapti. Buni mana bu joyda sho'x bo'lib, bu fahverniy stena bilan birga alohida ishlash kerak edi. Alohida qimirillash kerak edi. Bu bitta obyektda. Mana ikkinchi obyektni ham ko'chada ko'rdim. Mana uni ham shunaqa zashiveni qilib qo'ygan, yopishtirib qo'ygan. Bunisida o'zi qanaqa bo'lishi kerak? O'zi anaqa bo'lishi kerak. U haligi rasmlarda ko'rgan bo'lsanglar, rasmda mana bu uголокlarni ikkita uголокni bundoq qilganda bunday yopishtirib qo'ygan. Yopishtirib qotirib tashlagan, anaqa qilib svarkalab. Shtir qoqqandek. O'zi qanaqa bo'lishi kerak? O'zi bu 3 santimetr to'xtash kerak rigelgacha. Keyin alohida uголок bilan qotirib, uголок pristavet qilib, bu shunda mana bu yerdan devor terilganda bu alohida devor bilan birga ishlaydi fahverniy stoyka. Bu rigel bilan ishlamaydi, alohida отдельно bo'ladi. Mana bu yoqdan ko'rinish, mana bunaqasida. Boyagilar qotirib tashlaganmiz shuni. Shu qurilishda shunaqa narsaga ahamiyat berishinglar kerak bo'ladi. Ko'pchilik quruvchilar menimcha anaqasini ko'pchilik emas, ba'zi birlari anaqa ma'nosini tushunmasdan uni qotirib qo'yishyapti-da.